Rishton tumanida pistachilik sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar, blogerlar ishtirokida press tur tashkil etildi. Tadbirkor Qodirjon Qosimov tomonidan Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan zamonaviy pista plantatsiyasining umumiy maydoni 162 gektarni tashkil etib, bu yerda 218 mingdan ortiq pista ko'chatlari ekilib, agrotexnika talablari asosida parvarish qilinmoqda. Mana shu pista urug'da ekilgan 21-yil ekilgan. 22-yilga olib kelib berga ekilgan. Shunda 4 yil bo'ldi, bu yoqqa kelib ekkanimizga. Mana hozir meva kirgan. Bu endi hozir bir 100 gram qilar balkim, 100 gram. Endi bilmayman, tortolmayman, mana 100 gram qilar. Keyingi yilga yana hissa qo'shilaveradi-da bu narsa. Yildan yilga ko'payaveradi. 10 yilda 10 kiloga boradi. Agar yaxshi o'qitasangiz, bundan ham ko'p olasiz. Mazkur hudud avval suvsiz va toshloq yerlardan iborat bo'lib, qishloq xo'jaligi maqsadlarida samarali foydalanish imkoniyatlari cheklangan edi. Bugun esa tadbirkorlik tashabbusi va zamonaviy agrotexnikalar asosida ushbu maydon obod va sermahsul bog'larga aylantirilmoqda. Pista endi mana 10-12 yilda mevaga kiradi deyiladi. Payvand qilish natijasida erta mevaga kirdi. Bultur bir tupimiz mevaga kirgan bo'lsa, bu yil 46 tup mevaga kirdi. Yana yilga bundan ham ko'payadi. Sekin bosqich mevaga kirib boraveradi. Yerdan unumli foydalanish maqsadida pista ko'chat oralariga erta pishar serhosil gilos navlari ekilgan. Hozir dastlabki hosilni berdi. Dorivor karvak o'simligi ham olib kelinib parvarishlanmoqda. Loyihaning yana bir muhim jihati tadbirkor tomonidan pista va boshqa turdagi ko'chatlarni inventariy usulda yetishtirish laboratoriyasi qurilish ishlarining boshlanganidadir. Bu kabi loyihalardan ko'zlagan asosiy maqsad yer resurslaridan samarali foydalanish, aholi bandligini ta'minlash va eksportbor mahsulotlar yetishtirish hajmini oshirishdan iborat. Keyingi yillarda oziq-ovqat xavfsizligi eng dolzarb masalaga chiqdi. Mana Rishton tumanida bir paytlar pistachilik yaratilsa degan gapga hech kim ishonmagan. Va bugun press turda qatnashib, mana shu tosh, yaydo dalada katta bog'lar qilish, intensiv bog'lar qilish, samarali bog'lar qilish mumkinligini tadbirkor mana Qodirjon Qosimov o'z mehnatlar ko'rsatdi. Hududda o'rik, gilos, shaftoli va nok ko'chatlari ham yetishtirilmoqda. Qodirjon Qosimov pista ko'chati yetishtirish bilan ham shug'ullanib keladi. Bugungi kunda pistachilik ilmiy markazi, laboratoriya, issiqxona, ko'chat yetishtirishni o'zida jamlagan agromaktab ham tashkil etishga kirishgan. Bu haqida press-tur ishtirokchilariga to'liq ma'lumotlar berildi. Pistachilik nafaqat degradatsiyaga uchragan yerlardan samarali foydalanish, balki aholi bandligini ta'minlash va eksport hajmini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.